o'zi hamma marketing va sotuv qismida leadlarni olib qolishda, ya'ni target yoqiladi. Targetdan keyin leadlarni olib qolishdagi eng katta muammo nima? Masalan, siz leadlarni nechta ko'proq qismini sotib olishga undash mumkin dedingiz-ku. Shundagi eng katta muammo aloqani yo'qligi. Bu ham nima? O'zi qandaydir mahsulot uchun target yaqsangiz, misol uchun 100 dona lead tushadigan bo'lsa, bu bosqichlarda o'tadigan bo'lsak, qiziqtirib bilgan leadlarimiz misol uchun 50% konversiya bilan 50 dona. Bizning mahsulotimizni sotib olishganlar yana 50% konversiya bilan 25 dona va sotib olganlar 12 dona bo'lishi mumkin. Bizning maqsadimiz shu 100 dona leaddan sotib olishga bo'lgan konversiyani hozir 12% chiqib turibdi-ku. Misol uchun shuni nechalim oshirish yoki kamayish. Qandaydir targetologlar sotuv komandalari bilan urush qilishining sababi ham shu. Men dedi 5000 dona lead tushirib berdim dedi, sen sotolmading dedi. Yoki bo'lmasa men 30 dona lead tushirdim, undan 29 ni sotdim, sen ko'proq tushirib berishing kerak edi menga dedi. O'zi o'rtalik nechik va qachon ko'proq sotuv bo'ladi desangiz, siz targetda qandaydir kreativ berasiz, to'g'rimi? Taklif, offer beriladi bu yerda. Aloqa deganim sababi mana shu offerdan bizni call center yoki sotuv bo'limi xabardor bo'lishi kerak. Hozir Xorazmdagi 99% kompaniyalarda men garantiya beraman, targetga berilgan offerga, ya'ni taklifga sotuv bo'limi qaramaydi. Misol uchun siz targetda endi eng oddiy misol keltiraman, 10% chegirma deb yoqqan bo'lsangiz, bu odamlar shu 10% chegirmani ko'rib qiziqib 100 dona lead qoldiradi, to'g'rimi? Keyin sotuv bo'lim xodimlari ular o'zlarining o'rgatilgan shablon bo'yicha boshqa narsalarni aytib yotsalar, bu yerda konversiya tushib ketadi. Lekin siz mana shu 100 dona lead uchun men taklifni, offerni 10% chegirma berdim deb aytdim deb sotuv bo'limini aytsangiz, ular telefonda olgan vaqti faqatgina shu chegirma haqida ma'lumot beradi. Keyin bizning konversiya avtomatik tiklanadi. Keyin siz shu kompaniyani o'zida ikkinchi kreativga target etganingizda boshqa narsa aytasiz. Misol uchun ochiq eshiklar kuni deysiz, to'g'rimi? Va sotuv bo'limi avvalgidek o'zining shablonida gaplab yotsa, yoki bo'lmasa birinchi targetdagidek 10% chegirmani beda tushgan yana qo'shimcha 100 dona lead gaplasa foydasi yo'q. Bular aynan ochiq eshiklar kuni haqida gaplash kerak. Bu degani siz har bir yaqqan kreativingizda shunda tushgan leadlarni ajratib berib turib, sotuv bo'limini bergan taklifingizni aytib turishingiz kerak. Va sotuv bo'limidagi call centerlar, call operatorlar shu taklif orqali gaplashish kerak birinchi konversiyani oshirish uchun. Endi bu yerda bizda o'zlarimizda ham shunday xatolar bo'lib turibdi, shuni tushuntirib beraman. Misol uchun siz qandaydir zapusk yoki bo'lmasa bir kursni, mahsulotni sotish uchun 10 tacha kreativ olasiz, to'g'rimi? 10 dona kreativ olinadi. Yoki Upro'da ishlatdik-ku. 10 dona kreativ olindi, 10'sida 10 xil taklif bor edi. Endi ularni leadlari borib bir joyga tushib turibdi. Hammasi bir joyga tushib turibdi, to'g'rimi? Bir dona Excelga tushib turibdi va bu bilan gaplashtirgan call operator hammasini bir xil taklif aytib turibdi. Lekin bu yerda biz ularni har qaysini har xil offer berganmiz. Biz ishlatishlarimiz kerak shuning vaqti har bir targetni va shundan tushib turgan leadlarni boshqa bir yerlarga yo'naltirishimiz kerak. Ya'ni har qaysini отдельно chiqarishimiz kerak boshda. Keyin отдельно chiqqandan keyin targetda berilib turgan offerga nisbatan sotuv bo'limi xodimlari gaplashish kerak bo'ladi. Bu konversiyani diklaydi. Chunki targetda nechta taklif berilsa, sotuv bo'limidagi qizlar olgan vaqtda shu taklif bilan murojaat etish kerak bo'ladi. Ikkinchidan konversiyani diklaydigan narsa u sotuv odam aloqaga kirib ketadi. Shu bosqichlarda mijoz bilan tez-tez bog'lanib turish tizimlari işte. Birinchi misol, 100 dan lead tushdi, bir haftadan keyin bog'lanasiz, уже bir hafta ichida sizga lead bo'lib qiziqqan yoddan chiqib ketadi, уже ishlamaydi. Birinchisi, eng birinchi bog'langanda moment tushgan zahoti 2 soat yoki 3 soat ichida bog'lanish. Ikkinchi, shu yerdan filtrlab boshlaysiz. Bog'langandan keyin mijozni o'zini harakatga undab borish kerak. Ya biz kreativda cultivation beramiz-ku. Misol uchun directda plus qoldiring deb. Bunda har bir aloqadan keyin cultivation bar ketish kerak. Harakatga undash kerak yana o'tish uchun. Misol uchun birinchi gaplashgandan keyin qiziqqanlardan bosqichga o'tirish uchun bular gaplashib bo'lgandan oxirida ertangi sizga qo'shimcha ma'lumot berish uchun yana bir telefon ataman soat 14:00 da dedim misol uchun. Keyin bu ikkinchi bosqichga o'tamiz. 14:00 da telefon atgan vaqti siz masalan keyingi kun soat 18:00 da ofisga keling dedi. Sizga odam berib ketib qo'yaman dedi. Bu uni harakatga undab turib, telefonning oxirida keyin ofisga kelgandan tushuntirib turib, qachon sotib olasiz deb sotadilar. Bizani call centerda shu o'rinda leadni konversiyani tushirish yana bir sabab. Birinchidan 1-2 hafta yoki bo'lmasa 2-3 kun ichida aloqaga chiqadilar.
Yana bir muammo esa birinchi aloqaga chiqqandan keyin mahsulot haqida to'liq ma'lumot beradilar. Qiziqishingiz bormi deydi, havo deydi, bo'ldi rahmat deb qo'yib beradilar. Bu qiziqqandan keyin uni harakati undab keyingi bosqichlarga olib o'tish kerak. Chaqirishga ofisga vaqtini aytib, shu bosqichlardan o'tirmasangiz, u odam sotib olmaydi. Demak, faqat yangi cultivation degan narsa targetda emas, hamma yerda ishlaydi ekan. Mijoz qachon sizdan sotib olib ketguncha uni harakati undab turish kerak gapning oxirinda. Masalan, kreativ oxirida cultivation beriladi, birinchi aloqaning oxirida, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi aloqaning oxirida shu narsa beriladi. Keyin bu yerda hozir zo'r yana bir ishlab turgan instrument bor, shuni qo'llash kerak. Spin degan texnika bor sotish uchun. O'zi yomon texnika emas, mahsulotni odamga kerak ekanligini ko'rsatib beradi. Misol uchun, shu narsani qiz bolalarni bo'ynadan narsasi deb qarasak, yuzini bo'yidan. Yo'q, shuni qarab beraveramiz. Shu bo'ynadan narsa, misol uchun. Shuni kimgadir sotchak bo'lsangiz, avval bu odamga bu narsa kerakmi, kerak emas ekanligini aniqlab olishingiz kerak, to'g'rimi? Odamdan so'raysiz. Shu narsa bo'lmasa, shu narsani siz sotib olmasangiz, hayotingizda nechik xavf-xatarlar, nechik problemalar bo'lishi mumkin. Eng katta ketma-ketlikni aytib bering deydi. Kim misol uchun kattadan kichikcha ayting deydi-ku. Bu aytishi mumkin. Misol uchun men uncha qizlarning narsalarini tushunmayman, lekin o'zimga qarab yursam, motivatsiyam o'lib yurishi mumkin ko'chada. Yoki bo'lmasa, meni shu o'zimni tashqi ko'rinishim yaxshi emasligi, ishlarimni 100% zo'r bitmasligini yoki bo'lmasa energiyasiz bo'lib yurishimga sabab bo'ladi deydi, to'g'rimi? Keyin siz shu aytgan gapini tutasiz va shuni hazil tariqasida aytsa bo'ladi, o'lmadan qo'rqishlarga ko'rsatish kerak. Masalan, u degan. Siz shuni olmadingiz, demak siz motivatsiyangiz tushadi, va motivatsiyangiz tushganda ishlaringiz o'xshamaydi, to'g'rimi? Demak siz ishlaringiz o'xshamadan pul topib bilmaysiz, pul topib bilmasangiz uyingizda urush chiqadi. Urush chiqqanda stressga tushasiz. Shu tudasida muammo kuchaytiriladi. Ya'ni mahsulotni olmasa kelib chiqadigan muammolar. Uchinchi qismi yechim. Yechim degan shu mahsulotni olsa, shu muammolar bartaraf bo'ladi, to'g'rimi? Yechim deganni ishlatib berasiz. Endi siz shunday muammolar bo'ladi ekan, shuni ishlatmasangiz, yuzingizga surtmasangiz. Agar yuzingizga surtsangiz, ishlaringiz o'xshaydi, ishlaringiz yaxshilanadi, pulingiz ham ko'p bo'ladi, uyingizda ham muammo chiqmaydi pul bo'lgandan keyin. Deb tushuntirasizdan, 4-chisida eng oxirida taklif berasiz. Shu instrument hozirgi zamonda yaxshi ishlab turibdi va bu instrumentlar o'zi yaradi zamonga moslab. Shunda tutib turib, sotuvni misol uchun 12% emas, 50% degan foizlardan o'stirsa bo'ladi. Bu yerda konversiyani dapaligi, yana bu kreativda berib turgan taklifga ham bog'liq. Misol uchun, qandaydir kompaniyalar xato etadidan, liboy kompaniya xato etadidan, "Mana deydi 10 mingdan lead tushirib ber, $100 pul beraman" deydi misol uchun. Lekin uni tushunsa bo'ladi o'zi aslida. Lead degan sizni mahsulotingizni sotib olish potensiali bor. Sizni misol uchun Xorazmda bo'lsa kompaniyangiz Xorazmdan yoshlar to'g'ri keladigan odam degan. Shuni nomeri bo'lsa lead hisoblanadi. Lekin bu lead standartına to'g'ri emas, sifatli lead bo'lmasligi mumkin. Hozir tushuntirib beraman. Misol uchun ingliz tili podkursi bor, to'g'rimi? Ingliz tili podkurs bor. Ingliz tili podkursini siz lead tushirasiz. Sotib olish konversiyasi baland bo'lishi uchun nechik bo'lishi kerak? Sizga birov sotuv emas, lead talab qo'yib turibdi. Shuni umuman leadni talabini 100% beklab tashlasa bo'ladi, lekin sotib bo'lmaydi. Lekin siz qo'yib turgan talabni bajarasiz-ku, nechitasiz? Sizni ingliz tili podkursi qilgandan keyin mijozlaringiz, misol uchun 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ingliz tiliga qiziqadigan yoki ingliz tilini biladigan yoshlar Xorazmdan, sizdan shunga lead so'radi, 1000 dan lead so'radi, to'g'rimi? Konversiya hech narsa so'ramadi. Siz nechitasiz? Misol uchun Marvelning zo'r bir kinosi chiqdi. Erkek leadlar kerak bo'lsa yoki ayol leadlar kerak bo'lsa, bir zo'r turklarning seriali chiqdi misol uchun. İngilizce serial chiqdi, to'g'rimi? Serialning linkini olasiz, Telegramga bir kanal ochib joylaysiz shuni. Va Instada target etasiz. Prosta tekinga shu serialni ko'ringlar. Bu serial inglizcha bo'lgandan keyin ingliz tilini biladiganlar o'tadi. Yoshlar o'tadi va u serialni ko'rish uchun nomer qoldiradi botda. Va bu siz leadingizdan arzon tushiradi, misol uchun, to'g'rimi? Dim arzon, lekin odamlar sotib olmaydi. Lekin bu bilan call center gaplashgan vaqtimda Xorazmdan bo'lib chiqadi. İngliz tilidan biladigan bo'lib chiqadi, lead standartiga to'g'ri keladi. Shuni lead standartiga to'g'ri keladi, arzon ham tushdi, lekin sifatsiz lead. Shu narsada ko'p odam xato etadi. Lead standarti degan sifatli lead degani emas. Sifatli lead degani hozir sotib olish potensiali bor degan ta'rifga javob bo'lsa, lead standarti degan qachondir sotib olish potensiali bor mijoz degan.
Ya'ni ingliz tilini o'rgangan, avval o'rgangan-ku bilgandan keyin, yo yana ham o'rganishi mumkin. U qachondir sotib olishi mumkin, lekin hozir sotib olmaydi. Endi buni siz qiyinlashtirib, ya'ni 0.5-0.2 dollarlardan tushirdingiz-ku, serial qo'yib, bunday deb multserialni ko'rishga o'tdi bular. Endi buni siz aynan ko'rsatib reklamlasangiz 10 dan lead tushishi mumkin, lekin shuna 8 sotib oladi. Shu o'rinda ham katta farq bor bu narsada. Ya'ni sifatli lead standartına to'g'ri keladigan lead sotib oladi degani emas ekan, shunda biz hozir bilib olgan narsalarimiz.